G'uljidagi Baytulloh masjidini Xitoyninki bu numussiz tajovuzchilarniki chiqishni planlaganligi oshkorlanganligi haqidagi xabar. Bu albatta biz shuni istiqlolga tunji qatim buningki shunda bir Xitoyning plani borligi xabari yetib kelgandan keyin bu bir qancha shu hafta jarayonida buni tekshirish, aniqlash bosqichi o'tgan boshdan kechirgan bo'ldik. Keyin shu vatandan chiqqan shu video sinliq narsalarni e'lon qilgan bo'ldik. Demak, vatanimizda bu tajovuzchilarningki shu yillardan buyon bütün shaharlarda shu islomiy o'rinlarni, islomiy imoratlarni ko'zga bo'lib qadaldi. Masjidlarimiz ham mana shunday o'zgartirilib, chiqilib, arab uslubi atalmış arab uslubi degan shuni o'zgartirishimiz kerak Xitoy uslubiga degan asosda nurg'unlagan masjidlarimiz yo'q qilindi, chiqib o'tildi yoki shakli o'zgartirildi. Buni hammamiz bilamiz. Uyg'urlar buni so'zlashning hojati yo'q. Bu tarixiy bir masjidda G'uljidagi vakil xarakterlik Sharq Turkiston, umumiy Sharq Turkiston xuddi aytgan masjidga o'xshash vakil xarakterlik qadimiy masjidlardan biri bo'lgan Baytulloh masjidi. G'ulji xalqining orasida bu madras masjid deb ataldi ekan, tarixiy bir masjid. Faqat namoz o'qiydiganlar emas, bu tariximizning nurg'un talibul ilmlarningki o'quvchilarning bu yerda diniy darslarni tarbiyalanadigan bir mashhuriya bo'lganligi uchun xalq og'zida, xalq orasida madras masjid deb ko'p tilg'alindi ekan. Ammo ismi Baytulloh masjidi. Buni chiqishga planlaganligi bütün atrofini abayqi videoda chiqdi, butunlay qo'rshab shu hech bir hozirgi hech qanday odam namoz o'qiy olmaydi, men qarab turgan atrofini butunlay qo'rshib o'tgan eng yangi sin shu oldingi kuni chiqqan sin. Biz shu hamon buni biz to'g'rimizda hammaga taqatdik ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Bu narsani shu xabarlar uchib yurdi hamdi. Va Xitoy biz bu xabarni shu egallash jarayonida vatandoshchilikka oldi bilan bu nimasi bu tarixini biroz tunishtirib o'taylik. Baytulloh masjidi 1773-yili saylangan, 1865-yili bir qatim kengaytirilgan cho'ng bir jami ekan bu. 1981-yili remont qilingan. Xuddi Qashqardagi Etka jamisiga o'xshashlar Baytulloh masjidimi, hatto shu Xitoy o'zininki musulmonlarga erkinlik qilyapmiz deb ta'tir tashviqotiga bir nima sifatida ishlatgan bir jami ekanda bu. Xitoyning to'rbatlariga qarab aqtirsak, shu Xitoyning sayohatchilik ishlari uchun butunlay Xitoycha tunishtirilgan ko'z bo'yash uchun bunday Xitoylar sayohatchilarni apirib, ko'z deb, manda u bu deb o'zining yolg'on tarixini qo'shib ko'z bo'yash uchun ishlatayotgan bir masjid ekan hamda bu. Ammo shuncha hozirgacha shu amon qolgan masjidlarning biri ekanda hamda. Bo'lmasa bunda hayvatlik saylangan masjidlar nurg'un yerda qimmat vatanimizning hamma yerda. Nurg'un xalqaro dokumentlarda 16 mingdan ortiq jamining masjidning chiqib etilganligi yoki o'zining burungi shaklidan tamoman o'zgartirilganligi isbotlangan bir masala menga ma'lum bo'lgandek. Demak, mana shundaq tarixiy bir masjidni Baytulloh masjidini abay masalan ismi chiqdi. Baytulloh degan mesela Allohning uyi degan nima bo'ldi bu ma'nosi. Ashig'im chidamay Janubiy Azod yo'li masjidi deb qanday qilsa bu Xitoy Alloh burun o'zgartgan ekan. Bumi ko'ziga petib ketib buni sizlarniki butunlay atrofini masjidga insonlarni kirgizmay chiqib o'tish uchun shu qo'rshab tamoman qo'rshab bo'lganligi, hattoki atrofdagi butun xalqdan bu aytgan 5 ming bir ishga asmış xalqning roziligi bilan qildik deb ko'z bo'yamchilik qilish uchun buni sizlar birma-bir shu oilalardan masjidning butunlay chiqilib Xitoy uslubida salimiz deb qiliqliq so'zda shunday qiliqliq buni chaqimiz Xitoy uslubida salimiz buni deb shu zo'mizo majburiy holatda imzo qo'ydirganligini biz vatandan egallagan xabar bu. G'uljidan egallagan xabarda hamda ma'lumotlar bu. Buni qilg'izib bo'lgan Xitoy hamda. Ammo ma video chiqib ketgandan keyin bu ijtimoiy fikr vositalarini g'ulg'uli qo'zg'adi. Tunigundan buyon hamda bu masjidlarniki shu nimalar qilgan bu chiqildi degan shu hatto zo'mizo majburiy imzo qo'yg'izgan bu ishlarni hamda G'uljida bilamiz hamda. Amaliy haqiqiy bir masala. Bu chiqib ketgandan keyin ijtimoiy fikr vositida bu masjidningki butunlay chiqib etilganligi haqida sun'iy aqlda munarlari
tushirib o'tilgan nurg'un atrofida soqchilar yig'ilib ketgan, askarlar yig'ilib ketgan shaklda burunqi masjidning holi bilan kirishtirilgan as-sun'iy aqldagi suratlarmi tunigundan buyon u ham baharlanishga boshladi endi. Shuning bilan hamda ma video chiqdi, ma chaqidi ekan degan shaklda. Xitoy hamda hozir biz tunigun kechida egallagan ma'lumot, eng yangi ma'lumotda shu rasmlar bilan birga shu masjidning chaqildiganligi aloqador har qanday xabarni u yerda taqat qilganlarning biz 2.1 o'tib tiqimiz deb xalqqa birma-bir tahdid silishga boshlaganligi xabarini oldik. Ya'ni hozir bu chaqildiganlar haqidagi xabarning chiqishi bilan ham. Demak, Xitoy bu yerda hozir butunlay qo'rshab chaqimiz deb bu chiqib ketib hozir islom dunyosida butun dunyoda bir g'ulg'ul bo'lib ketmasin deb buni sizlar biroz to'xtatgan, biroz keyniga dajigan bir nimani ko'ryapmizda hamda oldimiz kunlarda albatta bu albatta jiddiy shaklda butun dunyodagi Uyg'urlarimizni ham islom dunyosini ham harakatga keltiradigan bir masala. Bugun biz turkcha xabarlarimiz, arabcha xabarlarimiz hamma yerda kun tartib qilamiz buni. Boshqa yerdan chiqdi, masalan, Sharq Turkiston o'limona birligi bugun bir bayonot e'lon qildi. Bu uzun bir bu masjidning butun qanday ahamiyati, tarixdagi bo'lgan ishlari va Xitoyninki mush jami masjidlarni chiqishdagi siyosatlari hammasi tilga olingan shaklda asosliq bu chaqiriqi islom dunyosini mushni to'xtatib qilish uchun bu shu masjidning jamining chiqib etilishini to'xtatib qilish uchun chaqiriq qilibdi. Masalan, bu yerda qisqartirib bir yana o'qib bersak, Baytulloh jamining shu chiqilishiga qarshi butun hozirliklarning ham bu yerda darhol to'xtatilishiga chaqiriq qilibdi. Shuning Sharq Turkistondagi tarixiy va diniy shu imoratlarninki saqlab qolinishi uchun ham butun islom dunyosini, turk dunyosini chaqiribdi va rayondagi shu taraqqiyotlarni bo'layotgan shu ishlarni mustaqil xalqaroliq shu tekshiruvchilar, xalqaroliq shu kishilar tarafidan, organlar tarafidan tekshirilishi kerakligini, masalan, butun shu faqat bu masjidlarimiz boshqa hamma shaklda mustaqil Xitoyning bergan o'zining axborotlari, Xitoyning bergan ma'lumotlar bilan cheklanmasdan mustaqil holatda xalqaroliq kuzatuvchilar tarafidan tekshirilib buningki isbotlanishi kerakligiga chaqiribdi Sharq Turkiston ulamolar birligi. Va shunday musulmon davlatlarningki rahbarlari, musulmon tashkilotlar va musulmon diniy olimlarningki bu masalada cho'qim jiddiy harakat qilishini talab qilamiz. Bunun harga sal qarmasligini talab qilamiz degan shaklda va turkchasi albatta buni har xil tillarda butun islomiy tashkilotlarga, davlatlarga yo'llandi bu ulamolar birligi tomonidan. Bu shaklda islom ishbirlik tashkiloti shundoqla shu islom ishbirlik tashkiloti shundoq Turkiya Cumhuriyati Diyanat ishlari boshqarmasi va Dunyo musulmon olimlar birligi bu vatanimizda bo'layotgan shu Xitoyninki tajovuzchiligi, bu nomussizligi oldida untinsiz holatda jim turib olmasligini, buningga harakat qilishini chaqirib, umumiy bir shaklda Sharq Turkiston ulamolar birligi bayonot e'lon qildi. Bu albatta oldimiz kunlarda yana cho'qim texmi kengri shaklda e'lon qilindi.